Do'stim, telefon sotilmayaptimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chota yomon past narxlashyapti aka. Necha pul qilishyapti? 16 max 256 talik, vizyonki 105 ta sikl aka. Sotasizmi o'zi? Normalligini tushab turing. 1100 narxlaydi. Polniy malikani aylantirib chiqdim aka. 1100. 1150 ga beraman aka. Vashi taqilgan. Ideal aka. Korobkada hamma narsasi bor aka. Kodi nechi? 30456. 105 sikl. Aka. Defekti yo'q xudo xolasa aka. O'zimning telefonim o'zim ishlatib yurgan, просто hozir pul kerak bo'lib qoladi aka. Hop, buni tekshirib olaman. Bo'ldi aka, farqi. Xo'p, necha pul qilib berasiz? 150 aka, taqalgan. 1130 bo'ladimi? Aka, bera qoling, keta qoling. Yo'q aka, Hop, berib turing do'stim. 150 oxiri. Men 150 bo'ladimi? 150 bo'ladi aka. 1150 beraman. Menga 30 telefon. Faqat tekshirib olaman. Korobkalari bor-ku. Hozir. Bo'ldi, bor. Bormi? Bor aka. Tushab turing. Boshini olib beraman aka. 1 2 3 4 5 6 7 $50 berib yuborsiz. Hozir tekshirib oling shundoq. Hammasi. Yo'q, aka, просто endi tekshirib olish kerak. Men ham birinchi marta malik tekshiryapman, endi siz kelib turib, aytib qoldingiz-da, ukam, shunaqa berolmay, yaxshi narx berasiz-da. Men hozir sizga zach beraman aka. $50 mi aka? 100 mingga rozi bo'lasizmi? Rozimisiz? Roziman aka. O'zingiz rozi bo'lsiz bo'ldi aka. Ketdik, korobkasini olasiz. Men mashinadan olib beraman. Kartikani ham